Zamonlarga qoldik, yuzlar kuladi, yuraklar to'ldi. Har kimning qo'lida olamning siri, lekin yo'qolgan insonning qadri. Qayga qarab ketmoqda bu sho'rlik karvon? Kimdir bo'ylik orttirar, kimdir faqir hamon. Ko'chalar yorug', qalblar qorong'i, oshkor qilar yuzlarda ko'z yoshin izi. Bir bola otasini kutar eshikda, otasi band emish navbatdagi ishda. Uyga non keltirar, ammo vaqti yo'q. Bolaga mehr kerak, pulning nafi yo'q. Bir ona tongacha duoda yig'lar, farzandi yonida xayollari yiroqlar. Telefon ichida adashgan avlod, bir uyda yashaydi begona har zot. Qo'shni qo'shnisin tanimas bugun, dardini aytishga topolmas tugun. Kimlardir ko'chada yordamga muhtoj, ko'pchilik o'tadi nazari ham muhtoj. Nega bunday bo'ldik ey odamzod? Qachon yo'qotdik mehr degan qanot? Uylar kattalashdi, qalblar toraydi, inson ko'paydi, insoniylik kamaydi. Nega bunday bo'ldik ey odamzod? Vijdon yig'layapti har bir imtihon. Bir kun kelib o'tgan, qarab qolamiz, yo'qotgan narsamizni kech anglaymiz. Ta'limda ustozning hurmati uchdi, ba'zi yoshlar odobdan uzoqqa ko'chdi. Kalta paypoq turli havaslar quchdi, ilm chetda qoldi, nafs oldinga tushdi. Xayoli chekishib qochishga shoshdi, kelajak haqida o'ylashning parvosi qochdi. Kitob jim burchakda, telefon qo'lda, vaqt oqib ketmoqda befoyda yo'lda. Ustoz gapiradi, tinglovchi kamroq, nasihat achchiqdir, kulgu esa ko'proq. Ilmning qadrini kechanglar ba'zilar, yoshlik shamolidek o'tib ketar kunlar. Nega bunday bo'ldik ey odamzod? Qachon yo'qotdik mehr degan qanot? Uylar kattalashdi, qalblar toraydi, inson ko'paydi, insoniylik kamaydi. Ko'chalarda hasham, ichlarda bo'shliq, suratlar chiroyli, qalblarda tushkunlik. Kulgi ortiga yashiringan ming armon, ko'ngillar vayrona, yuzlarda tabassum. Boylikka yetishib baxt topdim derlar, tunlari yostiqqa bosh qo'yib yig'lar. Tilla ham dardlarga malham bo'lolmas, vijdon qiynalganda uyqu ham kelolmas. Bugun dard eshituvchi temir va ekran, insonlar yonma-yon, qalblar yiroq makon. Bir og'iz mehr so'zi qimmat bo'lib qoldi, samimiy suhbatlar afsonaga aylandi. Dardimni aytgan inson topolmadim, temirga so'zladim, taskin topib qoldim. Yonimda ming odam, tinglovchi yo'q, ammo jonsiz ekran sezdi ko'zimdagi namni. Hali ham kech emas, uyg'on ey inson, mehr bilan yashasin yana bu jahon. Qo'lingni uzatgin
yiqilganlarga, nur bo'lgin qorong'i yo'llarda qolganlarga. Bir kun ketamiz biz ham bu dunyodan, oladi amalimiz, qolar nomimiz undan. Shunda so'rar qalbimiz jim va xotirjam, nechta yurakni isitding bu hayotda odam. Vijdon bo'lmas ekan, umid ham olmas, mehr bor yuraklar hech qachon so'nmas. Dunyo o'zgarmaydi bir kunda balki, lekin bir insondan boshlanar ezgulik. Ramdil